Yunusobod tumani C2 da joylashgan 5 xonali dubleks uyimizning obzorini boshladik. Oshxonasi ham minimalizm bilan qilingan, barcha texnikalari Hoffman brendi bilan jihozlangan. Har bir burchagi nozik did bilan qilingan, umumiy maydoni 165 kvadrat metr, xonalar soni esa 5 ta. Bu uyimiz Yunusobod tumani Akay City'ni yonginasida joylashgan bo'lib, narxiga keladigan bo'lsa $245 ming. Realni oladigan klientlarimizni telefoningdan kutamiz.